Barchaga salom do'stlar. Bugun sizlar bilan Roblox o'yinida qurayotgan shaharni, ya'ni qurayotgan shaharimni sizlarga bugun ko'rsatib beraman. Men qanday narsalar qurdim va nimalarni quryapman va birgalikda sizlar bilan uni qurishni davom ettiramiz jigarlar. Xo'p, oldin bu tarafdan boshlasak, mana bu yerda bitta kassa va bu yerda mahsulot ishlab chiqaradigan uskunalar bor. Mana bu narsalar nima desanglar, bular mahsulotning narxini oshiradigan narsa. Xo'p, bu yerda bitta zavod deb aytaylik, keyin bu yerda bitta uyim. Bitta uy qurganman. Bu yerda o'tirish uchun rasmlarga tomosha qilib, bu yeri oshxona, bu yerda u tarafda baliqlar boqilyapti. Bu yer trenajyorniy zal, ko'ryapsizlarmi? Mana bu odamcha kattayapti. Tosh ko'targanda. Mana do'stlar. Xo'p, keyin bu tarafda mana bu yer menimcha televizor ko'radigan joy bo'lsa kerak. Bu yer ovqatlanadigan joy, bu televizor ishlaydi. Do'stlar, podvalni hali tuzatmadim. Podvalni sizlar bilan birgalikda tuzatamiz hozir. Xo'p, bu tarafda esa yana bitta yotoqxona. Hali o'zim ham bilmayman qaysi xonada nima borligini. Bu esa meni pullarim turadigan joy. Ya'ni meni ofisim jigarlar. Xo'p, bu tarafda nima bor? Bu tarafda bitta katta sanuzel. Xo'p, tepasida esa bilyard bor. Bu taraf basseyn. Bu yerda esa o'sha trenirovka qiladigan, yuguradigan uskuna. Xo'p, bu o'yinni obzor qilib bo'ldik jigarlar. Endi keyingi uyga o'tamiz hozir. Ya'ni bu o'yinda men 3 ta uy qurganman. Men bu bankomatdan pul olamiz. Keyin bu tarafda aytgancha men o'z kemalarni sotib olaman. Mana bu kemaga hozir yetmaydi, chunki bu 299 ana unaqa tangacha kerak. Menda tangacha yo'q. Bu kemani ham ochishga pulimiz yetadi, bu kemani ochishga pulimiz yetadi, bunga ham. Buni esa ochib qo'yibman. Mana ochilgan, bular ham ochilgan. Xo'p, dachi davom etaylik, keyin kemada qiziqarli joylarga boramiz. Xo'p do'stlar, hozir mana unaqa shamol kelib qoldi. Ya'ni to'fonmi, qanaqadir nima bo'lib qoldi. Keyin do'stlar, dachi davom etsak, bu tarafda yana bitta bankomatimiz bor. Keyin bu tarafda yana bitta zavod ochganmiz. Bu tarafda ham bitta zavod bor. Keyin bu ikkinchi uyim. Ya'ni buni ham qurilishi bitgan. Hozir narigi tarafdagi uyni quryapman. Hozir esa bu uyni sizlarga ko'rsatib o'taman. Bu yerda bir nima, uni nimaligini o'zim ham bilmayman. Bu tarafda esa kinozal qurganman. Mana bemalol o'tirib kino ko'rishlaringiz mumkin. Keyingi xonaga o'tsak, bu xonada gaming xona bu gaming xona. Bu yerda bilyard va PlayStation yana o'ynaydigan o'yinlar. Yana bu tarafda yana bitta televizor. Bu tarafda esa bowling. Xo'p, dashi keyingi xonaga o'tamiz. Bu ikkinchi etajda esa bu xonada menimcha yotoqxona bu. Mana bu tarafda o'zini yana bitta sanuzeli. U yerga kirib o'tirishim shart emas. Bu tarafda basseyni bor. Keyin bu taraf, bu xonada esa hozir ko'ramiz nima borligini. Bu xonada bitta televizorli xona. Bu taraf esa nima? Balkon. Hozir tepaga chiqamiz. Hozir mana bu yerlarni ham sizlarga ko'rsatib o'ray. Bu xona esa trenajyorniy xona. Yana bitta bu tarafda ochiq havodan nafas oladigan joy. Keyin esa bu tarafda yana bitta yotoqxona va yana bitta sanuzel. Xo'p, ikkinchi etajga yana qayerdan chiqar edik hozir? Xo'p, qayerdan chiqardi? Tepaga.
tepaga qayerdan chiqsam bo'lardi hozir? Tepaga chiqadigan joy ko'rsatdi-yu. Xo'p, mana. Ammo do'stlar, akula mana. Bizni yeyishga kelib turibdi, lekin biz unga hech qachon yem bo'lmaymiz. Bu tarafga qanday chiqardi? Xo'p, suvni tagidan. Akula darrov keladi, ko'rdinglarmi? Vaqtida chiqibman. Hozir do'stlar, bankomatdan pul olamiz. Bizda 58 milliard pul bor. Hozir sizlarga tepani ko'rsataman. Agar qurilmagan bo'lsa, birgalikda quramiz do'stlar. Voy, uxlashga yotamiz. Uxlashga yotvordi-yu o'zi. Men bosganim o'zi uxlashga yotvordi. Xo'p, turamiz. Narigi tepaga chiqadigan joy qayerda edi? Boyagi. Xo'p, hozir topamiz. Bu tarafdami deya? Yo'q, bu tarafda emas. Do'stlar, to'g'risi bu o'yinda o'zim ham adashib qolaman, chunki qayerda nimalar qurganim esimda turmaydi. Xo'p. Mana. Xo'sh, tepaga chiqamiz. Tepada yana bitta yotoqxona bor ekan mana. Xo'p, mayli. Endi keyingi uyimizga o'tsak, sizlarga mana shu bilan mana bu ikkita uyimni obzor qilib berdim. Bu do'stlar, nima uyni rangini o'zgartiradigan joy. Keyin bu joyga o'tsak, bu tarafda yana bitta zavodimizni quryapmiz. Hali endi yakunlanmadi qurilishi. Keyin bu tarafda yana bitta bankomat, keyin garajdan boshlaylik. Garajda ikkita mashinamiz bor. Mana keyin bu yerda akvarium. Bu tarafga o'tsak, hali qurilish tugallanmagan. Hali endi hozir sizlar bilan birgalikda quramiz do'stlar. Xo'p, bu taraflarni obzor qilmay qo'yavering, chunki bu tarafda ham o'sha yotoqxona, televizorxona, sanuzel, shunaqa narsalar. Qani esa do'stlar, qurishni davom ettiramiz sizlar bilan. Xo'p, qurilyapti. Oldin mana pastdan quraylik mana shu yerlarni. Sizlar tomosha qilinglar. Bu yerda bolalar o'yingohimi quramiz ekan. Bas nima shashara qurildi. Bu yerdan qarochi bolalar o'yingohi qurdik mana. Qurib bo'pmiz ham. Uchib ko'raylik. Uchmas ekan do'stlar. Voy. Mashina tepaga chiqamiz hozir. Chiqib bo'lmadi. Chiqib bo'lmas ekan, zinadan chiqamiz do'stlar. Xo'p, endi tepani qurishga o'tamiz. Ikkinchi etajda. Bu yerda ham shunaqa narsalar quriladi. Sanuzel, yotoqxona mana. Sanuzel, yotoqxona shunaqa narsalar qurilyapti faqat. Foydali narsa qurilmayapti. Yotoqxonalar, sanuzellar ko'payib ketdi. Do'stlar, sanuzel. Xo'p. Bunga pul yetmay qoldi. Xo'p. Mana do'stlar, jigarlar. Bu yerda mana tung sahur turibdi jigarlar. Xo'p. Endi esa bankomatdan pul yechishga kelamiz. Bankomatdan pul yechamiz va yana uyni qurishni davom etamiz. Do'stlar, video sizlarga yoqayotgan bo'lsa, videoga like bosib, kommentariyada o'z fikrlaringizni yozib qoldiring. Keyin jigarlar, videoni men sizlar Xorazmlimanda, Xorazmcha shevada davom ettirsak qanday bo'lar ekan? Shuni ham kommentariyada o'z fikringizni yozib qoldiring. Videoga like bosib, kommentariyada aktiv bo'ling do'stlar. Xo'p, boya qayerni qurayotgan edik, esimdan ham chiqib ketdi. Xo'p, mana quramiz. Xo'p, mana yana bitta kiyimxona qurdik va yotoqxona va sanuzelni qurdik va boshqa quradigan joy qolmadi deb o'ylayman bu yerda. Xo'p, bu taraflarda mana bitta quriladigan joy ochilibdi, ya'ni xo'p, mana do'stlar, nimani quryapmiz? Zavodimizni rivojlantiryapmiz. Menimcha bu tarafda boshqa
qoladigan joy qolmadi deb o'ylayman, balkim yoki qolibmagan. Qolganmikin? Xo'p do'stlar, mana sizlarga ko'rsatadigan uylarim shular bo'ldi. 3 tadan 4 tadan zavodimiz bor va ular milliardlagan puldan ishlayapti. Mana 2 milliard u 72 dollar ishlagan. Xo'p, asosiy uyimiz bu. Bu yerda vertolyot hali ochilmagan. Qachon ochiladi buni bilmayman. Hozir esa sizlar bilan mana bu yerdan bitta qilich olamiz va kemaga o'tirib tog'ga ketamiz. Hozir sizlarni bitta tog'ga olib boraman do'stlar. Xo'p, mana kemaga o'tirdik. Mana uyimizni tepadan ko'rinishi sizlarga. Ketdik bo'lmasam tog'ga boramiz. Mana shu to'g'rida, mana shu taraflarda tog' bo'lishi kerak-da. Mana shu taraflarda tog' bor. Tog'da sandiq bor, sandiqda pul bor. Mana shu yo'ldan chiqishi kerak hozir. Chiqmayapti. Yoki bu tarafdan ekan. Yo'q, bu tarafda emas. Qayerda u? Jigarli tog'. Boyagina chiqib turgan. Shu taraflardan ko'raylikchi. Boy. Mana bunda yana bitta odamning uyi. Uy hali kichkina ekan menikidan. Xo'p, buni o'zi o'yindami? Xo'p, o'yinda ekan jigarlar. Mana shu yerga kemani qo'yamiz. Mayli, tog' topilmasa ham tog'ga boramiz hali. Xo'p, endi buni uyini ko'raylikchi. Narigi tarafda qurib yuribdi uyini. Xo'p, kirishlarni ochibdi. Hali milliondan ishlab turibdi. Buni zavodlar unchalik katta emas ekan. Kerak emas do'stlar, kerak emas. Mayli, qursin, bormay qo'yaylik yoniga. Kemaga o'tiramiz jigarlar va voy. Bug bo'lib qoldi-yu. Jigar o'tir. Bug bo'lib qoldi jigarlar. Endi voy, bunda ham bor ekan kema. Boshqatdan spawn qo'yaraylik endi. Bug bo'lib qoldi-da, bile. Xo'p, hozir mana uyimga kelsa keladi, bo'lmasa kelmasa o'zi biladi jigarlar. Voy, mana bu nima? Aqula kelmaydi orqamizda. Mana bu yerda uyimiz yonida qandaydir narsa paydo bo'libdi-ku. Bu yerdan bittasi uy quryaptimi ekan? Menimcha shunaqa bittasi uy quryapti bu yerda. Qo'shni bo'larkanmizda agar qursa. O'ynamay chiqib ketmasa agar qo'shni bo'lamiz. Aqulan qaranglar. Turibdi mana. Voy, ko'rdi bizni. Men senga osonlikcha ham bo'lmayman. Xo'p do'stlar, mana sizlarga ko'rsatmoqchi bo'lgan uyim ham shu edi. Men bu uyni 2 kun davomida qurib bitkazdim, ya'ni zavodlar, bankomatlar. Bizda hozir 5 milliard pul bor. 37 milliard pul bor. Pul vashi oqib kelyapti. Shu bilan videomiz o'z nihoyasiga yetadi do'stlar. Kommentariyada o'z fikringizni yozib qoldiring va like tugmasini bosib qo'yishni unutmang. Barchaga xayr do'stlar. Keyingi videoda qanday nima o'ynaylik, shuni kommentariyada o'z fikringizni yozib qoldiring. Keyingi videoda ko'rishguncha xayr.